demak, Funpari akkauntdan pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun pul chiqarish tugmasini bosamiz, Funparini belgilaymiz. Demak, ko'rsatilgan adres bo'yicha biz ariza yaratishimiz kerak ekan. Funpariga kiramiz. Va pul chiqarish bo'limidan наличие bosamiz. Chiqarmoqchi bo'lgan pul summasini kiritamiz. Shahar deb belgilaymiz. Andijon Hamkorpay. Bo'ldi. Zaявkani bajardik. Ana endi botga qaytib ID raqamimizni kiritamiz va pul tushirmoqchi bo'lgan kartani kirgizamiz. Demak, maxsus 4 talik kodni berishimiz kerak. Xo'sh. 4 talik kod 56 bo'ldi. Ana endi tasdiqlab 5 daqiqa ichida pulni kartamizga kelishini kutamiz.